Gormonal narusheniylar ko'payib ketgan. Insulin, prolaktin, umuman hamma gormonlarni uspokoyitsiya qiladigan, organizm очищающий, yuzdagi ugrilarni yo'qotadigan, men o'zim ham 1 yildan beri polniy iste'mol qilib keladigan olma oksizimni sizlarga ham tavsiya qilmoqchiman. Bu домашний, oddiy uy sharoitida tayyorlangan va tagida e'tibor bersanglar, sal olmani quyuqasi bo'ladi. Buni faqat iloji bo'lsa o'zimizda O'zbekistonda ishlab chiqarilgani, uy sharoitida tayyorlangani, bunga hech narsa aralashtirilmagani, faqat olmani o'zi bo'lgan holatidagisini va butilkada saqlangan olma oksizini olishinglarni taklif qilgan bo'lardim. Plastmassaviysi bo'lmaydi, plastmassaviysida achib qoladi. Va buni olib bemalol 2 yil, 3 yil, 4 yilgacha 3-4 ta olib qo'yib saqlasanglar ham kundan kunga uni effekti yaxshilashaveradi. Chet ellikki shirin deb ko'pchilik chet ellikiga qiziqadi, lekin ularda ozgina ximikatlar, har xil reaksiya beruvchi, odamga beruvchi narsalar ishlatishadi. Bilaman deb olgan odamlar uchun noqulaylik tug'diradi ozgina va ko'pchilik ayollardagi o'sha follikullarning yorilishiga yordam beradigan, homilador bo'lishga qiynalayotgan ayollarga yordam berish uchun biz intim gimnastika qildirayotgan ayollarimizga olma oksizi ichishlarini tavsiya qilamiz. Matkasi kichkina, matkasi katta bo'lishidan qat'iy nazar bemalol iste'mol qilsangiz bo'ladi. Faqat homilador ayollarga, emizikli ayollarga mumkin emas. Lekin yuzlariga ugri toshib ketgan yosh qizlarga ham, yosh bolalarga ham bemalol iste'mol qilish mumkin. Jigarlarni, o't tufaylarni, ichaklarni hammasini yuvib, tozalab beradi. Sizdagi yeb qo'yayotgan kun davomidagi noto'g'ri pitaniyalarni yuvib, tezroq hazm bo'lishini, qabziyatni davolashda juda ham katta yordam beradi va olma oksizi temir, yodga juda ham boy. Sochinglarni, tirnog'inglarni, qoshinglarni, kiprikinglarni qalin, mustahkam o'sishida juda ham ko'p yordam beradi. Temir moddasi yetishmasa ham odamni terisi vohli qarishi boshlaydi. Ko'p ayollar tug'ilgandan keyin chochi to'kilib ketadi. O'shaning uchun tezroq emizishdan chiqarayotgan paytgacha ular vitaminini ichib turishsin, temirni. Emizishdan chiqargandan keyin mana o'zimizni tabiiy vitaminlardan foydalansanglar bo'ladi. Erkaklar ham, ayollar ham, butun yosh va qarilar. Bu reklama emas, bu tavsiya. Har doimgidek buni hozir ko'pchilik ishlab chiqarish yo'lga qo'yishgan. Haqiqiy olma oksizini tagida o'zini matkasi bo'ladi. O'sha matkasiga e'tibor beringlar. O'sha quyuqasi o'zini ipirib bir narsasi bo'ladi. Chet ellikida unaqasi bo'lmaydi. Iloji bo'lsa, kamdan kamida bo'lishi mumkin, lekin o'zimizda ishlangan olma oksizini xarid qilinglar. Hamisha ishonchli, sifatli, toza bo'ladi va effektivniy, hech narsa aralashmagan bo'ladi. Buni nafaqat qabziyat, ugri davolovchi hisoblaymiz, bu insonga kerakli bo'lgan vitaminni qoplab beradi. Brokoli, gulkarom, oddiy karom, olma oksizi va bodring, pomidorlar, o'shalardan yaxshi iste'mol qilsanglar, C vitaminiga boy limon, apelsin, ularni yaxshi qovoq, mana qovoq chiqyapti. Qovoqlardan ko'proq iste'mol qilinglar. Haqiqiy vitamin bu sizni yeyotgan oziq-ovqatingiz bilan o'zingizga berasiz. Dietologlarga murojaat qilishadi-da, ko'p narsadan odamlarni yeyish-ichishini ayirib qo'yadi-da, faqat vitaminga o'tkazib qo'yadi. Yo'q. Faqat vitaminda emas. Biz vitaminlardan nimani iste'mol qilishinglarni tavsiya qilaman bizga ham, sizlarga ham. Omega D3, kalsiy, magniy, sink aralashgani 3tasi birdaligi va D vitamin. Mana bularni biz kam iste'mol qilamiz. Bunaqa taomlarni, bunaqa narsalarni. Bular doimiy bizda hamroh bo'lib turishi kerak. O'shaning uchun onda sonda, hech bo'lmasa 2 yilda, hech bo'lmasa 1 yilda bitta endokrinologga borib, uchrashib, sizda nima kam ko'st bor, o'shalarni bilib, o'zingiz uchun e'tiborli bo'lsangiz, qanchalik kamchiligingizni to'ldirib yursangiz, sizda qarish protsessi kamayadi, yosharish protsessi kuchayadi. O'shanda siz bilib bilmagan holatda kollagenli, vitaminli ichib, o'zingizni noto'g'ri pitaniya bilan bekorga fitnessga borsangiz ham, massajga borsangiz ham, ginekologga borsangiz ham effekt bo'lmayotgan holatdan o'zingiz qutqarasiz. Inson o'zi uchun o'zi tabib bo'la oladi. Bitta narsani eslatib o'taman, oshqozonida yazvasi borlar, juda ham katta yarasi bor ayollar endokrinolog bilan maslahatlashasizlar. Ular agar ruxsat bersa, iste'mol qilasizlar.